Xudo yo'q. Ha, men sizlarga ishonch bilan aytaman, Xudo yo'q. Faqat ilm, fan bor. Men Xudoga ishonmayman. Faqat ilm oling, o'rganing, izlaning. Janob Markus, noqulay ob-havo tufayli reysingiz qoldirildi. Mayli, mashinada yetib olaman. Kuchli yog'ish kutilmoqda, ehtiyot bo'ling. Jin ursin, shu yetmay turgandi. Tong otguncha birorta boshpana topishim kerak. Assalomu alaykum, keling. Singlim, mashinam buzilib qolgani, tonggacha uyingizda qolsam bo'ladimi? Yo'q demasangiz albatta. Ha, albatta. Keling, marhamat. Aka, oling choydan iching, tortinmang. Rahmat, ichyapman. Aka, namoz vaqti bo'ldi. Yo'q, men bunday narsalarga ishonmayman. Bemalol. Uzr, men namozimni o'qib olaman. Xudodan nimani so'raysan? U bormidiki ibodat qilasan? Allohim, dunyoda yagona ankolik bor. Ismi Markus. U faqat bolamni saratonini davolay oladi. Axir Markus menman-ku. Bizni u bilan uchrashtir. Allohim, meni kechir. Qudratingga shubha qilganim uchun kechir, Allohim, kechir.